betakror davr bu yoshlik. Tanlarda jo'shgaydir tengsiz kuch g'ayrat. Qarang, har bir yoshning ko'zlarida cho'g', yuraklarda esa shirin muhabbat. Har bir ko'ngillarda orzular yuksak. Bir muddatdan bilma, jo'shaver yoshlik. Ozod yurtda baxtli yashamoq kerak. Shodliklarga shodlik qo'shaver yoshlik. Birlashing, bo'linmang, bo'ling hamjihat. Yurtning o'g'lonlari, qalam qoshlari, buyuk marralarni kutgay sizdan xalq. Yangi O'zbekistonning aziz yoshlari. O'zbekiston yoshlari. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yurtboshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda manzilgacha yo'ldoshimiz baxt bo'lgay. Vatan bizdan kutmoqda buyuk ishlar, bu ishonchdan jo'shar ishtiyoqimiz. Bunda jamdir barchinoy alpomishlar, ko'ksi baland yoshlar ittifoqimiz. Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik. O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari. Bolalikdan asov otni egallab, doim zafar quchgan Temur bobomiz. 12 yoshida taxtni egallab, yurt boshqargan bizning Bobur bobomiz. 9 yoshda Qur'onni yod bilgan kim? Eng ulug' muhaddis Buxoriy bobom. 7 yoshida mantiq o'tayirni yod olgan kim? Bizning Navoiy bobo.